yo'q, hamma emas. Вот именно 5 qo'l baravar emas. Da. Buni o'qib o'rganish kerak. Hech kim bilib tug'ilmaydi. O'sha tarbiyalanganni ota-onasi shu gapni bilmagan. Tushunasizlar? Nimaga biz bu ilm tarqatamiz? Nima uchun biz o'rganinglar deymiz? Shu ayollar o'zi bolasini mana shu undan keyingi mana nevaralari zo'r bo'lishi uchun hatyobi o'sha bolasi bu nima deydi, zakrytый deymizmi-da, muhitda o'ssa bola samotsenkiy past bo'ladi. Qo'rqoq bo'ladi, gapira olmaydi, jamiyatga qo'shila olmaydi. Nimaga? O'chir ovozingni, jim bo'l deb katta bo'lgan, tushunasizlar? Bilganingni qildingmi masalan? Qo'shiq aytadimi, suv to'kadimi? Demak, qo'rqmang, o'shanaqa erkin qo'yadigan bo'lsam, mana Marziyapamga o'xshab tarbiya qiladigan bo'lsam, farzandim yomon yo'lga kirib ketadi. Yo'q, baribir strategiyaga boradi. Ona kim aytadi, ildizga boradi baribir deydi. Cheklov bor, chegarangizni qo'ying, bola bilmas. Mana menikilar ko'chaga chiqmay, hamma ko'chadan bolasiga rizo olmaydi. Men ko'chaga chiqa olmayman. Bor, ko'chada o'ynab kellaring deb, nima bor, mana ko'chada deydi. Opamizga marhamatsiz beramiz. O'sha har bitta qo'rquvni yengib o'tganingizdan keyin yana ham o'zi ham uni ichida do'q bor. Hammani ichida cheksiz chegarasiz do'q bor. Faqat uni qo'rquv ongi bilan yo'qotish. Shu bolalikda. Siz qanchalik o'sha birinchi energetik markazingizni rivojlantirganingiz sari tepaga yo'nalganingiz sari darajalarida tepaga chiqqan saringiz qo'rquvni yenggan sari sizni ko'z ichingizdan porlab tashqariga yoyilish boshlaydi. Shu menda ham xuddi shunaqa, ya'ni har bitta qo'rquvimni yengib o'tganimda, har bitta qo'rquvimda ham bo'lsin deganimda, ana o'shanda yana ham kengayish paydo. Mana shu duxo oshirmoqchi bo'lgan vaqtida ayollarda qo'rquv qonib qoladida, yuzaga keladi. Mashq paytlarida qanaqa qilib shundan ichingizdagi qaysi holat bilan o'tib keta olgansiz? Misol uchun, oilangiz qarshi chiqqanda, turmush o'rtog'ingiz qarshi bo'lar, holatingizga ota-onangiz qarshi bo'lar. Mana shu vaqtlarda bizni eshitadigan insonlar, oddiy ayollarda ularga nima bo'lishi uchun qanaqa ichingizdagi his bilan o'tib ketilgansiz? Endi boshida, конечно, to'g'ri ekan, boshida har xil vaziyat bo'ladi. Yig'i bo'ladi, alamzadalik bo'ladi, ya'ni mani tushunishim yo'q degan shu holat bo'ladi. Lekin siz ilm olgansaringiz, bora-bora har bir holatingizni qabul qilishni boshlaysiz. Ya'ni bo'lsin, hali aytganimdek, turmush o'rtog'im tushunyaptimi? Mayli-ki, gaplashib olamiz. Gaplashmasak, janjal ongida bo'lsa, inson ayol janjal ongi bilan orqali chiqadi. Urush ongida bo'lsa, urush ongi bilan oladi o'ziga. So'kish ongida bo'lsa, so'kish ongida. Bu pog'onalarni biz o'tganmiz. Ya'ni men o'zim uchun agar javob bersam, men o'tganman. Va endi hozir suhbatlashish, eshitish va o'zingizni tafakkuringizdagi g'oyalaringiz bilan bo'lishish ongiga kelganingizdan keyin o'sha sizni ichingiz o'zgarganidan keyin atrofingiz qo'llab-quvvatlashga o'tib ketadi va sizga qarshi chalishga o'tib ketadi. Mana odamlarga ko'proq biz tashqaridan kutishni o'rgatmasligimiz kerak, chunki tashqaridan o'zgarishni kutish kerak emas. Odam o'zi o'zgarsa, keyin tashqari o'zgaradi. U mening ham gapi bor. Men olam o'zgaradimi deb kutsam, hamma gap o'zim degan. O'zim o'zgarsam, olam o'zgaradi deydi. Ichki holat o'zgarsa, ya'ni bu ichki holat nima? Hamma gapiradi, bu ham umumiy gap bo'lib ketdi-da hozir. Ichki holat, bir balo masalan, to'g'ri, bu nima? Tushunishingiz, o'zingiz tushunishingiz, bor vaziyatingizni borligicha qabul qilishingiz. Masalan, ha, bor. Menda mayli shunaqa bolam bor. Meni shunaqa erim bor. Meni shunaqa uyim bor, qabul qilaman. Bundan battar bo'lishi mumkin edi. Bo'lmadi, Xudoga shukr. Xo'p, buni yaxshilash uchun men nima qila olayman? Nima qadam qo'ysam, shu joyga nur olib kira olayman, shuni yaxshila olayman, o'zimga yoqadigan qila olayman. Tushunasizlar? O'shanikiga mayda-mayda harakat bilan gapirib, tushuntirib, uni keyin rivojlantirish, o'zgartirish qiladi. Biroq uni 30 tami bizani podshoyimizga boramiz, bizani to'g'ri yo'lga boramiz. O'sha tekanda boradi. Men o'shan bilasizlar, 5-mi 6-sinfda o'qiganman. Shunaqangi, ana shu narsalar ham odamni duxini oshiradi, lekin bilasizlar. Agar u narsani haqiqatdan sizni ichingizdaligini bilsa,
oyna turgan bo'ladi. Qarang, ana shu 30 ta odam sizlar qahramon. Faqat San o'zingni o'zing bilasizlar, aniqing sansan degan gapni. Yana shu 30 ta qush butun dunyodan yig'ilgan qushlardan qolgani. Ular qayerdan o'tadi? Ular 7 ta darajadan o'tadi. Ya'ni haligi o'sadi, haligi latofat aytayotdilar mana ayollarda qo'rquv ko'tariladi. Ular har bittasidan o'tib, Bu coachingdachi anaqa bor. o'zligiga keladi. Ya'ni Dils bo'yicha 7 ta uровень daraja bor. Qiziquvchilar ko'rsanglar bo'ladi. Birinchisi o'sha tashqi muhit, keyin nima qila olishing, keyin ishonchlaring, убежденияларing, keyin ko'nikmalaring, qo'lingdan nima keladi. Dils bo'yicha dils. Endi qarang, shu dils daraja. Dils. Qarang, 5-chisi ya, 6-chisi ya, кто я. 7-daraja missiya. Вот. Xuddi o'sha darajalarda Dils darajasi bu islomda nafs darajasi deyiladi. Da. Nafs darajasi Bu nauchniy. boshqa tarafdan qarasangiz, nima deydi? Energetik markaz, ya'ni gormonlarga, ya'ni sizni birinchi boshlanishi qo'rquv, hayvoniy, har bittasi Energiya markazlari hamma joyda chakralar bitta narsa kelyapti. Ya'ni siz o'sha pog'onadan Hamma pog'onaga narsa o'tishingiz kerak. Yettalik Har mo'jizalar bitta hammasi ayolmi, erkakmi shu pog'onadan o'tasiz va asliyatingizga qaytasiz. Qizlar ichki kuchinglarni Aslingizni uyg'otasiz. topasiz. Da. Agar hozirgi psixologiyaga ishonmaydiganlar bo'lsa, juda bo'lmaganda lisoni tayyor o'qinglar. Qo'rquv o'sha birinchi darajada, nima ish boshlashdan oldin qo'rquv chiqadi, keyin окружение odamlarni qila olmaysan, qo'lingdan kelmaydi degan gaplar birinchi daraja. Tushunyapsizmi? Bilim bilan odam o'qib o'rganib ikkinchi darajaga o'tadi-da. Ana shu narsalardan o'tsagina odam bemalol u duxi ham hamma narsasi o'zing qo'ldaligini ishonchi komil bo'ladi. Haqiqiy hayotga faqat o'z manfaati uchun emas, o'sha kimlargadir yordam berish da bu ham qanaqa siz bizni yordam beruvchi, bizni masalan Xudoning vazifasini bajaruvchi emas biza. Sababchi. O'sha bergan ilmini o'zimiz bilan olib ketmaymiz-ku, o'sha kimgadir ulashamiz. Kimdir bizani orqamizda rivoj topadi, qaysidir joyini rivojlantiradi. Chunki hech kimga biza mukammalman, senga ustozam deyilmaydi bu joyda. Qaysidir tochkasini, qaysidir o'stirishingizga, qaysidir proyavleniyasiga, masalan, Durdona orqali biza o'sha mana sotsialniy setga proyavleniya qilyapmiz. Tushunsiz? Mana shu narsalar ham odamni o'sha o'sish etaplari, qadamlari. Faqat bularni yurib o'tish kerak. O'sha zinaga o'xshab chiqib borish kerak. O'tirsa pastda o'tiraveradi odam. Yursa chiqadi. Главное shu. Chiqib ketdilar. Главное уже ancha joyga chiqib bo'ldi Sevara. Oxirgi do'q berasiz. Shunchaki turinglar deb boshlaylar. Shunchaki boshlash kerak. Men bugun boshlayman, kech bo'ldi, ertaga boshlayman, indinga boshlayman emas. Shunchaki turib, o'sha birinchi qadamni qo'yganinglarni o'zida siz harakat qilishni boshlaganingizda Alloh ko'rganini o'zida ham sizlarga yordam shunaqa kelayotganini bilasizlar. Faqat bu narsani nima qilish kerak bilasizlar? Shunchaki his qilib ko'rish kerak. O'sha jarayonni ichida yurganda mazza qilib ko'ringlar. Bitta ana o'shanda eng zo'r bo'ladi. Bitta gap gapiring. Qarang, hozir Sevara eshitdim, nimani boshlayman? Uyda o'tirgan bo'lsam deyishingiz mumkin. Qo'lingizga qog'oz ruchka oling. Yozing. Men nimani xohlayman. Xohishingizni yozing. Menga nima yoqadi? Meni qo'limdan nima keladi? Yozib chiqing. Miyangizga hech nima kelmasa, bu joyda ham gapi bor. Qarang, yozing. Hozir meni miyamga hech nima kelmayapti. Nima qilsam miyamga narsa keladi? Yozing. Miyani qustirish kerak. Miyangizda to'planib qolgan har xil yomon fikrlar, qo'rquvlarni yozganingiz sari chiqib ketadi. Yo uni baqirib chiqarishingiz kerak, yoki yozib chiqarishingiz kerak, yo chizib chiqarishingiz kerak. Tamom. 2 kundan beri men neyrografika chizib yotibman. Bugun chakagim ochilgan o'sha uchun. Oxirgi gap. Demak, har bitta narsaga erishish bu insonni o'zini ichki motiviga bog'liq. Ya'ni xuddi siz aytgandek, harakatda eng katta gap, ya'ni harakat qilmasa kimdir yordam beradi, bu shunchaki yotish yo o'ziga jertva ham o'ziga oson qulay muhitdan chiqmay o'tirish. Lekin aslida biz ichimizdagi o'sha o'zi xuddi donakcha yorilib chiqqandek, xuddi bodroqdek ochilib chiqishimiz uchun bitta qadamni ochishimiz kerak, eshikni ochishimiz kerak. Eshikning orqasida sizni juda ham chiroyli hayot, juda ham go'zal hayot borligini his qilishimiz kerak bo'ladi. Mikrofonlar bor. Oxirgi gapmi? Motivatsiyada. Yozinglar. Telefonimiz halol bermasin, sumkadan olmadik.
Qanaqa qilmanglar, aqlli qizsizlar. Bilasiz. Молодцы. Oxirgi gap nima? Harakatdan to'xtamanglar. Harakat, harakatda baraka. Это стоп. Qizlarjonlar, официально заявляю, o'zingizga o'zinglar yordam bermasanglar, hech kim tashqaridan yordam bermaydi. Siz boshladingiz. Mumkinda, no qo'rqmang, biz yoningizdamiz, hammamiz mana murojaat qiling. Shuncha ayollar bu yerda, hamma faqat yordam berish uchun. Durdona, yakunlab qo'yasiz. Pamyat to'ldi, lekin Siz o'tirasiz. yo'q, o'tiring. Sizlarga mani tavsiyam, oxirgi gapim, davay qilsa ham bo'ladi, qilib tashlashingiz mumkin, lekin sizlarni ham, bularni ham tezlashtiradigan narsa kichkina maqsadlar qo'yib tashlanglar. Men ham yo'q joydan xarajatlar yaratib tashlaganim uchun dalshi ketaman. Men boradigan salonga har oy borishim kerak. Men bolalarim частный maktabiga har oy pul to'lashimiz kerak. Men boradigan yoki shu usluga oladigan hamma narsamdan ularsiz yasholmaysiz-ku. Menga shu gaplarni Yaratib tashlagansiz-da. Mana shunaqa yaratib tashlaylik. Hech bo'lmasa bir oyda bir marta kofe ichgani boraman deb yaratib tashlanglar. Ayollarga har doim o'sha salon kerak. Har doim undanda yaxshisiga borishga harakat qilinglar. Undanda yaxshi kurslarda o'qishga harakat qilinglar. Mana shuni o'zi lekin duh berib, qayerdan pul olsamikin desda, ideya keladi. Pul kelmaydi. Anaqaga aylantirasiz, pulga aylantirasiz. Dachi shu qarang. Dachi mashinasini turmush o'rtog'inglarni ham yondiradi. Sizlar qachon Mana eridan pul olganlar. Qachon o'zingiz yonsiz, yoningizda xo'jayingiz ham shu turmush o'rtog'ingiz ham yonadilar. Chunki mana shu hammasini qilganimizda o'zimizda bitta mana bunaqa stol bor edi-da, ana kreslo. O'sha kresloni olib kelib qo'yaman. Desam, yo'q, bu kreslo bo'lmaydi bo'tga. Men bitta prosta hali olmay turaylik desam, yo'q, bu bo'lmaydi, hammasi eng zo'r bo'lishi kerak dedi. Boshida kim buni yonib boshladi? Boshida ayol kishi yonsa, erkak kishi ham uni yonganidan energiya oladi-da, sizni yoningizga qo'shiladi.